Assalomu alaykum. Hozir menda ikkita AirPods bor. Ikkalasi ham zaryad qilmayapti. Orqasida knopkasi bo'ladi. Knopkani bosib zaryad bo'lmaganini ko'rsatmayapti. Hattoki bitani gulashi bor. Hech qanaqa ko'rsatmayapti bitani. Bitani yo'q. Ichini ochib qo'yamiz. Nimaga bu bitani bermayapti, ochib qo'yamiz. Tak. Mana bitani instrumentlarim yo'q, tak jak men personal bu ishlardan shug'ullanmayman. Bo'sh paytda shunchaki как hobbi любой narsani ochib tekshirib ko'raman. Tushunmayman bu narsalarni nimaligini, lekin ochib ko'raman, qanaqa ekan qiziqib. Bu narsasini beradigan odamlarga ham garantiya bermayman, mana shu tuzatishni bilaman. Bekorchilikdan bartashib o'raman. Ochib tekshirib ko'rgan deydi, shunaqa narsalarni ochib ko'raman. Bittasi uzilgan ekan. Ko'ryapmanmi? Bittasi uzilgan, batareyadan kelib o'tgan sim. Plataga ulanadigan joy. Mashinani bitta payat bosib, qizil chiroq yondi, yashil chiroq. Kontaktiv. Bu nima hisobga uzilgan bilmayman. Mana bu narsa ham plotniy qotirilmagan ekan, magnit skoch bilan o'rab qo'ygan ekan. Balkim shuni hisobiga bu yerga tushganda magnit simni urib, mana uzib yuborgan bo'lishi mumkin, chunki sim ham ingichka ekan. Nozikkina. Mayda juda har xil zapchastlari bor ekan, payat qotganda ehtiyot bo'lish kerak. Mana sim ham nozik ekan, bunga ham ehtiyot bo'lamiz. Keyin mana bu batareykasi ishib ketgan ekan, jelatina buni ham alishtirish kerak o'zi. Endi menda hozir bunaqa zapchasi yo'q. Mashina egasiga yetib qo'yaman, to'shta alishtirish kerak. Buni topshirib keyin alishtirsak bo'ladi. Sotadi nima men bilmayman. Elektr radio detallarda sotilishi mumkin bu narsa. Jelatina alishtirish kerak. Bu tomonda magnitlar hammasi joyida. Qo'lqo'larida hamma narsa joyida. Bitta shu sabab ekan naushnik ishlamasligiga sim buzilgan. İkinci AirPods'umuz nimaga ishlamayotganini tekshirish uchun ham sochib ko'ramiz. Farq jigarli narsani to'g'risida mana mashina narsalarga ahamiyat qilishimiz kerak. Oq korpusda bunaqa rang bo'lishi bekorga emas. Platani ko'ramiz. Mikrosxemasi ishib ketgan. Deformatsiya bo'lgan. Mana shu narsa kuygan hisobiga bu AirPods zaryadga ham olmayapti, zbrus ham bo'lmayapti. Zbrus qilish uchun menimcha hamma bilsa kerak. Knopkasini bosib turilsa 10-15 sekund zbrus bo'ladi, keyin zaryadga qo'yib yana yengida ishlatsa bo'ladi. Bu hozir zbrus ham bo'lmayapti, zaryadga ham olmayapti. Sababi mana shu mikrosxema ketgan hisobiga. Bu mikrosxemani kimning nomeriga qarab nominallari bir xil bo'lishi kerak. Radio detallarni so'rab ko'rish kerak. Agar bo'lsa, mana shu detallarni alishtirsa, bu AirPods ham ishlaydi. Buni men uzun payatligimda payat qila olmayman. Noshkalariga juda ham kichkina.
boshqa payarni kerak. Buni уже ustasiga beriladi. Boshqa variant menda yo'q.